so'ragan o'sha gijja dorimizni yana keldi. Sizlarga batafsil aytib o'tib ketmoqchiman bu gijja dorimizni. Bu gijja dori yoshi qariga 2 yoshdan balandligiga to'g'ri keladi. 2 yoshdan farzandinglarga ichkizsanglar bo'ladi. Birinchisi ichganimizda gijjalarni o'ldirib beradi, ikkinchisi ichganimizda axlat qilib tushirib yuboradi. Bitta odamga mana shu 1 dona pachka yetadi, 2 donasi yetadi. Qanday ichiladi? Masalan, bugun chala qoringa o'ta och emas, o'ta to'q emas, bittasini ichadigan bo'lsangiz, yanagi hafta shu kunga ikkinchisini ichasiz. Birinchisi o'ldiradi, ikkinchisi axlatiga qo'shib chiqazdirib yuboradi. Koreyada ham juda ham mashhur. Har 6 oyda, har 1 yilda oilaviy ichib turishadi karislarni o'zi. Ichlarimizni yaxshi tozalash uchun bezarar, testlardan muvaffaqiyatli o'tgan Koreya aptekalarida, dorixonalarda sotiladi bu. Bir marta ichilgandan keyin shu bilan 6 oydan keyin ichiladi yoki 1 yildan keyin yoki 6 oydan keyin ichiladi. Buni karislarda o'zi oilaviy ichib turishadi. Masalan, bitta farzandingizga ichirib farzandingiz gijjasini tugatsangiz, sizdan baribir o'pganingizda boshqa bo'lganda bir kontakt qilganinglarda baribir yuqadi. Shuning uchun oilaviy ichishni tavsiya